Men ota-onasiga aytaman, bulardan ish so'ramanglar. Bolalarda o'zini majbur qilish degan narsa yo'q. Bolani robototexnika yo'nalishiga berish kerakmi, ITgami? Yangi o'quv rejada nimalarni qo'shdik yoki nimalarni olib tashladik? Uy uchun bitta robot pылесос mashinasini yasashadi. Bizni qaysi yo'nalishlarimizda sun'iy intellektning hozirgi tendensiyasi o'rgatib ketilyapti bolalarga? Har doim masalan biz gaplashgandek batafsil har qanaqa savoliga javob berib tushuntirib bera olmasdik. Robototexnikada shu sohani biladigan segment kamligi uchun biz odatda o'qitardik, ularni olib o'rgatardik, chunki bu narsa bo'yicha o'qigan, bilgan, qayerda ta'lim olgan segment juda kam. Ertaga dasturlash baribir yo'qolib ketsa, sun'iy intellekt kodlarini yozib bersa, nima qiladi farzandim buni yo'nalishni o'rganib degan. Rostdan ham biz nima o'rgatdik endi bolalarga? Assalomu alaykum, Robbit loyihasining YouTube obunachilari. Bugun Xudo xohlasa siz bilan 2026-yilga rejalarimiz, ya'ni biz produktimiz ustida qanday ishlayapmiz, filial ochish bo'yicha rejalarimiz qanaqa, bular haqida batafsil gaplashamiz. Ibrohim aka, qisqagina 2025-yilda nechta filialda qaysi uslubda dars berganimiz haqida qisqagina aytib bersangiz. Buni o'tgan safar ham aslida gaplashgandik, lekin kimdir bu videoni to'g'ridan-to'g'ri ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qisqagina yo'llanma bo'ladi va undan keyingi asosiy suhbatimizni boshlaymiz. Biz demak o'quv markazi ochgan paytimizda 2 yillik dasturimiz nima o'tishimizni, qanday o'tishimizni bilardik, tuzib bo'ldik va mana oxirgi 1 yil bu yil adashmasam yana 8 ta filial qo'shildi, keyin 4 ta edi oxirgi yil oxirida. Demak, o'quv dasturi bo'yicha nimalarni qanaqa o'tdik, ishladik. Bizda eng asosiysi bu bitta produkt bor edi. Bitta produkt 3 ta yosh toifasiga bo'lingan. O'qitish bo'yicha, guruh bo'yicha. Va o'sha bitta produktimiz o'zi har bitta yosh toifasi uchun 2 yilga mo'ljallangan edi. Va o'quvchilarning hammasida o'zi o'tiladigan narsa bir xil bo'lgan. Ya'ni o'tish tartibi har haftada 3 xil dars, 3 xil darsda 3 xil modul o'tilgan. Mana shu asosda demak biz robototexnikaga oid bo'lgan IT ni dasturlashni va loyihalash qismida dizayn va 3D modellashni bitta guruh sifatida o'qitib keldik. Endi oxirgi mana shu yil tahlillari juda ko'p bizda retention pasaygani, ya'ni ko'pchilik o'quvchilar o'zi xohlayotgan narsadan boshqa narsa xohlayotganini aytib, bu guruh ya'ni bu kurs to'g'ri kelmasligini aytgan tahlillarni demak o'rganib, o'sha marketing tahlil qildi, boshqa qildi. Biz yo'nalishlar bo'yicha chuqurroq bilim beradigan formatga o'tayapmiz hozir. Ya'ni hamma uchun umumiy bir xil qiziqarli narsa emas. Aynan robototexnika qiziqadiganlar uchun robototexnika sohasini o'zida chuqurlashish, undan biz dizayn va dasturlashga oid bo'lgan narsalarni kamaytiramiz, faqat robototexnikaga oid narsalarni ko'paytiramiz. IT ga qiziqaman deb kelganlar, chunki bizning taklifimizda IT ham bo'lgan, ularni sohasini endi biz qurilmalar konstruktorlari chetlashtirib, IT ni o'zini dasturlashi, web dasturlashi, o'sha Telegram botlar ilovalar qilishni kuchaytiramiz. Asosiy o'zgarish mohiyati shunaqa. Ibrohim aka, keling, men og'riqlardan kelib chiqsam, masalan bizda o'zi nima uchun buni o'zgartirishga sabab bo'lyapti? Birozgina ota-onalarga ham murojaat qilib aytmoqchimanki, biz asosan shu vaqtgacha robototexnika qismida IT o'tganmiz, lekin asosan shu vaqtgacha IT da maqsadimiz nima bo'lgan? Ibrohim aka, chunki ota-onaning kutubi bizdan boshqacha bo'ldi-da. 6 oy o'qigan boladan meni farzandim veb-sayt yasamayapti, meni farzandim Telegram bot qilmayapti deyapti. Unda rostdan ham biz nima o'rgatdik unda bolalarga? Xo'p. Biz tabiiy tushunamiz, juda ko'p ota-onalar hattoki 1 oy, 2 oyda ham birorta sayt yoki dasturiy ta'minot yaratganini kutishadi, chunki o'zi tez o'qitsa ma'lum bir boshlang'ich narsalarga erishish mumkin. Lekin bizning o'quv dasturimizni o'ziga xosligi shunaqa bo'lganki, biz tuzgan paytimizda ham uni uzoq muddatli tuzganmiz, ya'ni 2 yil o'qiganda erishadigan narsalarni reja qilib tuzganmiz. Vaholanki ota-onalar qisqa narsalarni ham xohlaydi, ya'ni 2 oyda nima o'rganding degan savollarni tabiiy beradi farzandiga. Biz IT da 2 oyda masalan nimaga katta narsa o'rganmagan sababi ikkita sabab bor. Birinchisi bu o'sha aytganimizdek hafta kunlardagi yuklamamiz bitta narsa ustida emas, 3 ta narsa ustida bo'lgani. Masalan, biz учебный centrga ingliz tiliga bersangiz qanaqa rezultat olasiz? Maktabda ingliz tili o'rgansa qanaqa rezultat oladi? Har ikkalasida ta'lim sifati agar bir xil qilsangiz ham. Nimagaki maktabda bola ingliz tilidan tashqari u yerda rus tilini ham, arab tilini ham, matematikani ham, ona tilini ham o'rganadi. Hafta kunlar shunaqa taqsimlangan. Учебный centrga borsa,
3 kun to'xtamasdan ingliz tili va orada yana ingliz tilida shug'ullanadi odatda. Mana shu yerda bizni formatimiz o'sha maktabdagi o'xshab kerakli 3 ta yo'nalishni bir-biriga bog'lab parallel olib ketganmiz bir vaqtda. Va bu bitta yo'nalish bo'yicha, ya'ni masalan nimaga dasturda nima qilyapsan yoki robot texnikada nega qiyin narsalar yasamayapsan degan savolga javobni sekinlashtirgan. Nimagaki uzoq muddatli hammasi haftada bir martadan bo'lgandan keyin 6 oyda o'tsa bo'ladigan narsani biz misol uchun 1 yil, 2 yilda o'tamiz. Yana bitta narsa bor, baribir bizni o'quv rejada veb-sayt tuzish degan narsa bo'lmagan-ku. Bu ikkinchisi mana. Birinchi sababini aytganim, har uchala yo'nalishda ham birinchi oydayoq zo'r natija olmasligini sababi birinchi oyda hammasidan ozginadan o'rganib boramiz, chunki bu degani 3 ga bo'linadi degan vaqt taqsimoti. Ikkinchi sababi, bu o'sha IT yo'nalishini o'zidan natija kutganlar, biz IT yo'nalishida o'sha ota-onalar kutgan narsani emas, balki IT deganda biz konstruktorlarni, o'sha mikrokontrollerni yoki bo'lmasa oddiy Evertrinni o'zini ham Pythonda dasturlashni nazarda tutamiz. Chunki bu ham dasturlash ham o'zi aslida IT edi. Yani bunda olganda dasturlashni biz IT deya olamiz. Endi IT deganda rostdan ham keng soha tushuniladi. Bu veb-sayt yaratish, mobil ilova yaratish, Telegram botlar yoki Windowsga dastur yozish. Mana shu jihatlarini ham boshqa ota-onalar hamma o'ziga tushungan sohani kutgan. IT deganda kimdir sayt qiladi deb o'ylagan, IT deganda kimdir Telegram botlar qiladi degan, kimdir Androidga programma qiladi deb o'ylagan va bu narsalarni bermasligimiz ham kutuv va taklif o'rtasida farq keltirib chiqadi. Shuning uchun endi masalan hozir bu yangi tartibda qanaqa ishlaydi? Administratorlar workshopda ham, sotuvda ham aniq nima taklif berayotganini bilishadi. Ota-ona nima kutishini aniq ko'rsatib bera oladi. Qachon qanaqa dastur qiladi, qachon qanaqa ilova qiladi, qachon qanaqa veb-sayt qiladi. Va o'sha narsani kutuvi to'g'ri bo'ladi va o'sha kutuv bo'yicha ishlaymiz biz. Hozirgi holatdagacha ishlaganimizda bizda juda ko'pchilik administratorlarimiz IT ni ham tushuntirib bera olishmagan. Men eshitganlarimda o'sha IT bor deganda hattoki sayt qilishni o'rgatadimi deganlarda ham ha o'rgatamiz deganlarni ham eshitganman-da o'zim nima telefon suhbatlarida. Bu holatlarni mana hozir oydinlashtirib bersak, aniqlashtirib, bu yo'nalishda buni o'rganadi, bu yo'nalishda buni o'rganadi desak, menimcha tushunmovchiliklar kamayadi ancha. Zo'r. Endi demak, o'tishimizning asosiy sabablari shu va yana bitta eng muhimi, bu o'sha tahlil paytida hamma gaplashib, o'zaro to'g'ri mana shu xulosa degan narsaga kelishdi. Asosiy narsa bu ota-onalar jarayonni ko'rmasligi. Ya'ni jarayon deganda biz masalan oddiygina aytamiz, mana musobaqani o'quvchiga foydasi juda katta. Masalan, musobaqaga qatnashgan o'quvchini umuman mindsetida, u yerdan oladigan insaytlar, xulosalar, u yerdagi ishtirok, raqobat muhiti va hokazo. Ya'ni bolaga foyda beradigan narsa juda ham ko'p. Lekin hatto mana shu musobaqa jarayonini ham ota-ona ko'pincha hech narsa deb hisoblaydi. Ya'ni nimaga? Legoda narsa yasadi, o'zaro musobaqa qildi, bo'ldi. Yani hech narsa olmayapti deb o'ylaydi. Va hozir aytganimiz ko'p muammolarimizni o'zgarishga olib kelayotgan sababi bitta asosiysi bu jarayon, foydali dars, qiziqarli mashg'ulot degan narsalarni ota-ona har doim to'liq tushunmasligi va bu narsalarni bizni jamoamiz ham, bu filial jamoasi, sotuv jamoasi ham har doim masalan biz gaplashgandek batafsil har qanaqa savoliga javob berib tushuntirib bera olmasligi. Chunki u uchun ancha narsani o'rganish va tahlil qilish kerak-da. Odatda sotuvchilar tez o'qitiladi va chuqur nimaga ega bo'lmaydi tasavvurga, nimaga unaqa qilingani, sabablariga o'xshagan narsani. Shuning uchun biz taklifni va ota-ona kutadigan aniq natijalarni yana ham shaffoflashtirib, aniqlashtirmoqchimiz. Nima xohlaydi, nima oladi, mana shu narsani qiladi degan ma'noda. Demak, mana shu masalalardan kelib chiqqan holatda o'quv rejalari qanday yangilanyapti? Ya'ni robototexnika biz aytdik, hozir 3 ga bo'ldik. Robototexnika, IT va dizayn, to'g'rimi? Tushunishim bo'yicha, hop, endi kimdir farzandini robototexnikaga alohida kurs sifatida, IT ga alohida kurs sifatida hamda vizual dizaynga alohida kurs sifatida berishlari mumkin. Xuddi shunaqa. Bu ota-onaga nima beradi? Birinchi navbatda shundan kelaylik. Hozirgacha bizda qaysidir sohaga ko'proq, qaysidir sohaga kamroq qiziqsa ham ularga hamma narsa o'qitilgan, bir xil narsa o'qitilgan, hamma narsa va endi mana shu qiziqishi bo'yicha tanlash imkoniyati bo'ladi. Nimagaki,
yuqori sinf o'quvchilarni juda ko'pchiligi masalan Lego konstruktorlar bilan ishlashdan ko'ra masalan sayt qilishni yoki Telegram bot qilishni jiddiyroq va o'ziga qiziq deb tushunadi. Bu masalan robototexnikani foydasi ular uchun uzoqroq narsa. Masalan 14-15 yoshli bolalar o'zlarini aytishnikman deb ko'radi. Bu ota-ona o'zi xohlagan yo'nalishi bo'yicha bemalol chuqur o'sha mutaxassislikni tanlash imkonini beradi va agar mabodo masalan IT to'g'ri kelmagan taqdirda ham bu 1 yilda bo'ladimi, 6 oyda bo'ladimi, 3 oyda bo'ladimi, yo'nalishni boshqa sohada sinab ko'rish imkonini ham beradi. Hozir bizda unaqa narsa yo'q edi, chunki nimaga qiziqsa yoki qiziqmasa, iqtidori bor bo'lsa yoki yo'q bo'lsa, baribir o'sha bitta narsada o'qish kerak edi. Ya'ni hammamiz bilamizki, bolalarda har xil. Ya'ni nimasidir, ya'ni biror narsada qobiliyati bor bolalar bor, biror narsaga uncha qiziqmaydigan bolalar bor. Shularni to'g'ri yo'naltirish maqsadimiz. Endi shu 3 ta yo'nalish biz hozir jamoa uchun ham aytib qo'ymoqchiman, ota-onalar uchun ham dizayn yo'nalishimizni hozir testda ushlab turamiz. Ya'ni hamma filiallarda dizayn yo'nalishi ochilmasligi mumkin. Nimagaki, dizaynni robototexnikaga oid qismlari o'zi robototexnikada bo'ladi. Masalan, 3D modellashtirish bu dizayn emas har doim. 3D modellashtirish bu albatta robot yasashga oid narsalar. Va interfeysga oid narsalar, masalan Figma dasturi, bular web dasturlash va dasturlash yo'nalishida o'zi o'qitiladigan narsa. Ya'ni biz uni alohida dizaynda o'qitmaymiz. Shuning uchun o'zi dizayn yo'nalishini aksariyat modullarini dasturlash va robototexnikaga olinadi, shundoq ham. Shuning uchun bu yo'nalish savolli bo'lib turadi bizda. Ya'ni aynan dasturlash ham robototexnika ham qiziq emas. Misol uchun grafik dizayn bilan yoki video montaj bilan shug'ullanmoqchiman desa qolishi mumkin. U savolli. Shuning uchun aytayapman buni. Endi, demak, mana shu ikkita yo'nalish bizda hozir asosiy bo'lib turibdi. Bu ramizda xudo xolisa yanvardan boshlanadigan qabullar, to'g'rimi? Ya'ni bularni уже promotioni, yo'nalishi tushuntirish, o'qitish boshlanadi hamma narsa. Xo'p, Ibrohim aka, men demak, hozir robototexnika bo'yicha o'zgarishlar, unda ota-onaning kutuvi qanaqa bo'lishi kerak? IT bo'yicha va dizayn bo'yicha qanaqa o'zgarishlar, ota-ona kutuvi qanaqa bo'lishi kerak? Bularga to'xtalaman. Undan avval bizdan juda ko'pchilik ham so'ragan kengayish rejalarimiz. Ya'ni biz xudo xolisa 2026-yil qayerlarda filial ochmoqchimiz? Bu bo'yicha qanaqa takliflar, fikrlar bor, Hasanboy? Viloyatlardan ko'p kutishyapti, yozishyapti ko'p joydan, tumanlardan ham. 2026-yildagi asosiy kengayish bu tuman shaharlarga reja qilinyapti. Ya'ni barcha viloyat markazlarida hozir filiallar ochildi deyarli. Endi 2026-yilda bahor faslidan boshlab barcha tuman va shahar markazlariga ham Robit akademiyasini filialini ochish reja qilinyapti. Bu o'sha deylik ota-onalar uchun va uzoqdan keladigan o'quvchilar uchun transport noqulaylik holatlari bor yoki maktab atrofidagi maktabiga yaqin bo'lgan joylardan filial ochishni reja qilganmiz o'zi umumiy. Chunki uzoq joydan kela olmaydi. Biz o'quvchilarimiz 6-5 yoshli bo'lganligi uchun chekka hududlardagi o'quvchilar ham Robit akademiyasida o'qishni istagini bildirgan, hattoki bizdan onlayn kurslar so'ragan o'quvchilarimiz ham bor. 30 ga yaqin umumiy olganda 2026-yilda 30 ga yaqin filial ochish reja qilingan. Zo'r. Demak, Ibrohim aka, har bir yo'nalishga to'xtalsak, ota-onani kutuvini aniqlashtirishlik uchun biz robototexnika bo'yicha yangi o'quv rejada nimalarni qo'shdik yoki nimalarni olib tashladik? Aniq misollar bilan. Xo'p. Birinchi eng asosiy qilinayotgan ish, buni juda ko'p taklif va e'tiroz sifatida eshitganimiz, shu Legoni o'zini 1 yil o'rganadi. Odatda bolalar kattaroq, ko'proq narsa xohlagan paytda o'sha 1 yil ularning qiziqishini so'ndirib qo'yadi. Lego darslari hozir 4-oygacha robototexnika yo'nalishini boshlang'ich sifatida qisqaradi va 5-oydan boshlab bizda o'quvchilar elektronika asosini o'rganishni boshlaydi. Bu ma'lumot uchun aytaman, bizda hozirgacha 1 yildan keyin 13-oydan boshlanayotgan modul edi. Vaholanki bolalar uchun elektronika asoslari o'rgansa bo'ladigan narsa, buni juda ko'p markazlar Rossiyada bilamiz, 0 dan ham boshlashadi. Hatto 1-oydan boshlab 8-9 yoshli bolalarga elektronika asoslarini o'rgatishni boshlaydi. Nima bular? O'sha oddiygina zanjir qanaqa ishlaydi, tok qanaqa ishlaydi, tsep nimalar qanaqa ishlaydi, ключlar o'chib yoqish, shunga o'xshagan narsalar, plus minus, parallel ulash, ketma bunga o'xshagan narsalarni bizda demak hozirgi dastur bo'yicha 1 yildan keyin emas,
balki 5-oydan boshlab o'rganishni boshlaydi. Va eng asosiy va muhim joyi ota-onalar uchun ham bu, har 2 oyda bitta katta proyektni taqdimot qiladi o'quvchilar. Ya'ni har 2 oyda yasagan narsasini loyiha ustida ishlashgan bo'ladi. O'sha loyihasini ota-onalarga kelib o'quvchilar markazda taqdimot qilib berishadi. Masalan, bu yerda hozir bizdagi taxminiy misollarni aytaman. Bu loyihalar odatda o'zgaradi. Ya'ni hamma bir xil loyiha qilmasligi mumkin. Misollarni aytaman. Robototexnika yo'nalishini 1-4 oyi ichida biz Scratch asoslari bilan hozirgi konstruktorlar asosida Lego va Spike, Vedo va Spike dasturlar konstruktorlarini o'rgansak, 5-oydan boshlab elektronika boshlanadi va 5-6 oyi o'zida bitta aqlli svetofor bilan bitta tungi avtomatik o'chib yonadigan chiroq loyihasini tayyorlashadi bolalar. Masalan, kech tushsa o'zi yonadigan, tong otgan paytda o'zi o'chadigan va o'sha qaysi tomondan nima kelayotganini hisobga olib, o'zi vaqt bo'yicha o'chib yonib turadigan svetoforlarni proyekt qilib ko'rsatib berishadi, yasab o'zlari qo'lda. 7-8-oyda bizda xuddi shu elektronikadan keyin Arduino asoslari o'rganiladi. Arduinoda ham bizda uy uchun termometrlar qilinadi, o'zi sotiladi bilsalaringiz agar. Huawei'da boshqalarda bor, Xiaomi'larda. Xuddi shunaqani qo'l bola variantini displeyda ko'rsatib berishadi. Namlik xonada qancha, harorat qancha va normadan qancha og'ish bor. Mana shunaqa loyihani o'quvchilar o'zlari qo'lda terishadi. Har bitta datchigini, ekranini, hamma narsasini va buni ham ota-onaga o'sha 2 oylik natijada ko'rsatishadi. 9-10-oylarda ham xuddi shunaqa endi motorlarni ham, datchiklarni ham o'rganishni boshlashadi va unda uy uchun bitta robot pылесос mashinasini yasashadi. Bu ham o'sha 2 oyda oladigan natija va 11-12-oylarda esa robototexnika yo'nalishida 1 yil ichida bo'lyapti bu narsalarning hammasi. Uy uchun aqlli sistema qilishadi. Ya'ni Smart House degan proyekt beramiz biz. Bu tayyor bo'lmaydi, hamma qo'lda qilishadi. Bitta uy modelini ham qo'lda yasashadi hattoki. Uydagi o'sha oynalarning avtomatik ochilib yopilishi, gaz hidi chiqqan paytda signalizatsiya ishlab ketishi yoki bo'lmasa tashqaridan kimdir kelgan paytda o'sha chiroqlarning yonishi, shunga o'xshagan sistemalarni bolalar loyiha ish sifatida topshirishadi. Bularni biz, Ya'ni bola shuni o'zi yasab ko'radi. xuddi shunaqa, bularni biz 2 yillik rejada kutyatgandik, lekin asosiy muammo o'sha zo'r narsalarga juda ko'pchilik yetib bormayapti, zerikib qolyapti, sovib qolyapti. Shuning uchun buni yaqinlashtiryapmiz. Xo'p, Ibrohim aka, ota-onaning xarajatli joylari bormi? Chunki mana bu yerda bola faqatgina bir marta ishlatilgan narsalar bor. Tabiiyki, kursdan tashqari qilinadigan xarajatlar qaysi oydan boshlanadi? Demak, 1-4-oydagi Lego konstruktorlarni o'quv markazi tomonidan ta'minlanadi. Nimagaki, Legolar qayta ishlatiladigan narsalar. Ya'ni uni siz farzandingizga sotib olib berishingiz zarurati yo'q. Nimagaki, uni yasab, buzib, yasab buzsa bo'ladi. Lekin 5-oydan boshlab biz hozir aytayotgan loyiha ishlari bor. Bu loyiha ishlari birovni o'quvchi ishini yasab, uni yana buzib joyiga qo'yib qo'yadigan ish emas, balki o'zi yasab, uyga olib ketadigan, maktabiga, o'zini xonasiga, uyga yoki bo'lmasa biror joyda ko'rgazma yoki tanlov bo'ladigan bo'lsa olib boradigan loyiha. Shuning uchun narsalarning hammasi o'ziniki bo'ladi va mana shu loyiha uchun kerak bo'ladigan narsalarning hammasi 5-oydan boshlab ota-ona tomonidan olib berilishi kerak bo'ladi. Buni qanday olamiz, qayerdan izlaymiz degan savollarni o'ylaymanki, Robit akademiyasi yopadi. Ya'ni hamma kerakli narsani o'sha modul boshlanishidan oldin filiallardagi administrator tomonidan o'sha sklad qilinadi va o'sha joydan shunday to'lov qilib olib berish mumkin bo'ladi. Buni ham oldindan rejali qilish kerak. Masalan, har 2 oylik loyiha taqdimoti bo'lgan paytda keyingi 2 oyga nimalar kerakligini ro'yxatni shunday ko'rsatishadi ustozlar. O'sha narsalarni olib bolalarga joyida tarqatish kerak bo'ladi. Ibrohim aka, tabiiy savol bo'lishi mumkin, nega o'quv markazi o'zi ta'minlamaydi degan. Xo'p, tushuntiraman. Birinchidan, bu vaqtincha foydalaniladigan narsa emas, olib ketilinadigan narsa. Ikkinchidan, loyihalar bo'yicha o'quvchilarning o'zining narsasi bo'lsa, uni mas'uliyati, ishlatishi, unga ehtiyotkor bo'lish tomonidan hammasi bola uchun foydali. Ya'ni meni konstruktorim anaqam motorcham bo'lsa, o'zimnikida uni ehtiyotlab payat qilaman, ehtiyotlab qotiraman simlarni va hokazo. Shuning uchun bizda mana hozir Legoni o'zida seziladi, lekin Arduinoda undan battar bilinib ketadi. Markaz, hozir taxmin aytaman, bu narsalarni agar hozir biz loyihani narxlari bor, masalan 2 oyda qilinadigan narsa o'rtacha 300 ming so'mga tushishi mumkin yoki 200 ming so'mga. Va bularni hammasini qo'shadigan bo'lsak, tabiiyki hozirgi kurs narxi moddiy texnik bazani olib ketadigan o'quvchi olib ketadigan moddiy texnik bazani qo'shsa, kurs narxi oshib ketadi. Shuning uchun o'quvchi
ota-ona olib berishi bu birinchi navbatda eng katta o'sha investitsiyangiz farzand uchun. Nimagaki, boya aytganimdek, qayerda qanaqa musobaqa, tadbir yoki bo'lmasa maktab loyiha bo'lsa, prezentatsiya bo'lsa, o'zi olib boradi. Uyda turadigan narsa bu. Shu notebook sistemasida menimcha siyosat hozirgidek ishlaydi, to'g'rimi? Xo'p, Ibrohim aka, o'zi mana hozir aytdingiz, o'zi robototexnik yo'nalishini aynan kimlarga o'qishni tavsiya qilasiz? Ya'ni biz aytdik, datchiklar bilan ishlaydi, turli narsalar bilan ishlaydi. Real voqelik bilan bog'lab ketishlik uchun oliy ta'lim kerak bolaga kelajakda. Nima uchun aynan bola robototexnikani o'rganishi kerak o'zi? Xo'p, birinchi navbatda ota-onalarga aytardimki, kimlar o'zi robototexnikaga qiziqadi, qanaqa bolalar bo'ladi? Aslida tabiiy har qanaqa o'g'il bola qiziqadi robototexnikaga. Ya'ni nimaga qiziqadi? Bizni o'zani instinktiv genimizda bor narsalarni qanday yasalganiga qiziqish, ularni qanaqa tuzilganiga ichini ochib o'rganish va xuddi shunga o'xshagan narsalarni o'zimiz qila olishimiz. Masalan, men kuzataman, oddiy ko'cha-ko'ylarda qanaqadir bir kranlar yoki ko'chada drellar ishlab qolsa, men ham o'g'lim ham turib qarab qolamiz. O'rtamizda raznica 30 yil, lekin ikkalamiz ham qiziqishimiz, oddiygina bitta nimani kranni ishlayotgan. Shunga o'xshab kichkina bolalarda bu narsalarga, mexanizmlarga qiziqish o'zi tabiiy bo'ladi. Shunchaki kattaygan sari mana marketing, media, boshqa narsalar bu yo'nalish emas, trading qiziq, bu yo'nalish emas, marketing qiziq, bu yo'nalish emas degan narsalarni singdirishadi-da. Lekin bolaga o'zi yasab ko'rish, bu qanaqa ishlaydigan savollar berish tabiiy ehtiyoj. Shuning uchun kichik yoshdagi bolalarning hammasi ishonmasa olib kelib ko'rishlari mumkin. Bir kun dasturlash bo'yicha workshopga olib keling, bir kun robototexnika bo'yicha workshopga olib keling. 8, 11, 12 yoshgacha bo'lgan bolalar 90% robototexnikani tanlashadi o'zi. Nimagaki, o'tirib bir narsani yozishdan ko'ra turib bir narsani yasash ular uchun qiziq o'zi, tabiiy. Demak, juda ko'pchilik o'z robototexnikaga qiziqadi. Buni kuzatsangiz bo'ldi, ota-onalarga aytaman buni, farzandlarda. Endi bu yo'nalishdagi o'quvchilarga biz eng asosiy va amaldagi bilimlarni beramiz. Masalan, bu nima demoqchiman? Har qanday atrofingizdagi qurilmalarni xuddi shunga o'xshaganini bola yasa oladigan bo'ladi kursda. Lekin ishlab chiqarish, sanoat, pромышленность deymiz, shu sohalardagi narsalarni bilish bu baribir Turin yoki o'sha politexnika yo'nalishidagi oliy ta'limni talab qiladi. Nimagaki, biz o'rgatadigan narsalar bu ta'lim uchun chiqarilgan elektronika, Arduino, mikrokontrollerlar, motorlar, boshqa narsalar. Lekin sanoatdagi narsalar shunga o'xshagan ancha mukammal sistemalar bo'ladi. Bu degani, masalan, Turinga yoki boshqa shu yo'nalishdagi texnika universitetlariga kirgan o'quvchilar u universitetdagi eng amaliyotda qo'llay oladigan zo'r bolalar bo'lishadi. Proyekt qiladigan, o'zlari ixtiro qiladigan, startaplar qiladigan o'quvchilar bo'lishadi. Nimagaki, ko'pchilik universitetlar biz o'qitayotgan narsalarni o'zini ham yana 2 yil, 3 yil boshqatdan o'qitishadi. Umri universitetda boshlang'ich narsa o'rganish bilan o'tib ketmasligi kerak-da. Shuning uchun bu sohalarni bizda hozirgi kurs dasturimizda o'rganish o'zi universitetni yarmini o'qitib qo'yadi. Amaliyotda o'qitib qo'yadi. Nimagaki, bizda bu yerda leksiya emas, ma'ruza, seminar emas, balki hammasi o'quvchini amaliy darsda narsa yasashga o'rgatadi. Ota-onaga demak, qisqacha aytaman buni yana takrorlab, nimalar qiladi o'zi robototexnika desa, hozir aytganimizdek, aqlli svetofor sistemalari, aqlli chiroqlar, uyda yuradigan g'ildirakli robot pilsoslar yoki bo'lmasa o'sha aqlli uy tizimlari bor. Buni hozir zamonaviy uylarda ham qilishyapti. Hamma narsasi sensorlar va avtomatizatsiya bilan jihozlangan. Mana shunaqa narsalarni o'quvchilar o'zlari nafaqat tushunadi, balki qila oladi. Shu masalan, Murad Buildings uylarida men ko'rganman, o'sha energiyalarda ishlatiladi. Konditsioner sistemasi, o't o'chirish sistemasi hammasi uyning o'zida. Yani uni nimadir qilish shart emas. Masalan, oddiygina bitta joydan suv tomsa, sirasi suvlarni o'zi avtomatik yopadi. Shunga o'xshagan sistemalarni hayron bo'lmaydi, nimagaki o'zi qila oladi. Bunga o'xshagan narsalarni. Zo'r. IT yo'nalishiga keldik, ya'ni ikkinchi yo'nalish. Xo'p. IT yo'nalishida biz endi nimani kuchaytiramiz? O'zi bizda IT ga oid narsalar o'rgatilar edi. Faqat mana hozir bog'lab ketaman. Robototexnika yo'nalishida bizda dasturlash bor. Robototexnika bilan shug'ullanganda baribir hozir men aytayotgan aqlli tizimlar
smart house tizimlari dasturlanadi. Bu C++da Pythonda dastur yoziladi unga. Faqat otani ko'rishni istayotgan narsa boshqa bo'lyapti, sayt. Aytmoqchi bo'lgan narsam, u yoqda ham baribir bor dasturlash. Endi aynan IT yo'nalishini o'zida biz nimalarga chuqurlashamiz. Dasturlash yo'nalishimizda o'zi aytib ketishim kerak edi, hamma yo'nalishlarni ham 1-4 oylari shu yo'nalishga kerak bo'ladigan eng muhim fundamental narsalar bilan o'qitiladi. Bu hattoki o'quvchi kompyuterda 0 bo'lib kelgan bo'lsa ham, ya'ni aksariyat o'quvchilarni biz bilamiz, o'zi 0 bo'lib kelishgan, ya'ni kompyuter bilmagan bolalar kelishgan. Shuning uchun u yerda internet bilan ishlash, AI bilan ishlash, o'zini savollarga javob topish, qilayotgan narsalarni hujjatlashtirib qanaqadir Docsga yoki Excelga yozib qo'yishga o'xshagan narsalarni o'rganishadi. Va dasturlash yo'nalishimizda o'sha Scratch asoslari ham 1-4 oylikning ichida o'qitiladi. Nimaga? Algoritmni tushunish uchun, vizual tushunish uchun. Endi birinchi o'quv yilida dasturlash yo'nalishida nimalar kutish kerak ota-onalar? Shunda Ibrohim aka, avvalgi 4 oyda dasturlash yo'nalishida o'qiydigan bolalar uchun ham robototexnika darslari bormi? Yo'q, robototexnika darslarini qo'ymayapmiz. Nimaga? Workshopga o'xshagan narsa qo'yishimiz mumkin. 4 oy biz hozirgidek umumiy o'tadigan bo'lsak, yana boyagidek bu yo'nalishda emasminku degan savollar tug'ilmasligi kerak. Scratch ikkalasiga ham o'tiladi. Nimagaki Scratch bu o'zi robotlarni ham dasturlash va Scratch bu o'yin ilovalar qilish uchun ham kerak bo'lgan dastur. Mana shu joyda o'xshashlik juda bor. Endi 5-oydan boshlab biz o'quvchilarga demak Python asoslarini o'rgatamiz. Bu har bir bola uchun boshlash mumkin bo'lgan eng oson sintaksisli tillardan biri va o'sha 5-6 oy o'zida o'quvchilar bemalol o'zlari uchun onlayn viktorina yoki bo'lmasa shunaqangi savol-javob o'yinlari yoki oddiy kalkulyatorga o'xshagan dasturlarni bemalol tuza olishadi. Endi kalkulyator degani ham qanaqa? Masalan, kurs konvertatsiya qiladigan kalkulyatorlarni ham yasoladigan bo'ladi mana shu dasturda. 7-8 oylarda bizda web dasturlash asoslari o'qitiladi va u yerda o'quvchilar bemalol o'zlariga portfolio sayt qilishadi. Portfolio saytdan maqsad bundan keyingi qiladigan hamma ishlarni o'sha saytda o'zi e'lon qilib, ko'rsatib, portfolioni yig'ish mumkin bo'ladi. Odatda bunaqa portfoliolar o'sha oliy ta'limga kirishda ham yoki boshqa xorijiy universitetlarda ham grant uchun yoki boshqa narsalar uchun ham odamlar qilgan ishlarini bitta joyda jamlash juda yaxshi tajriba beradi. Xo'p, undan keyin esa bizda 2 oy Telegram botlar mavzusiga kelamiz. Telegram botlar bu o'sha juda ko'p kundalik vazifalarni, yumushlarni hal qilishga yordam beradi. Telegram o'zida guruhda qanaqadir eslatmalar yozadigan yoki turli xil botlar qilish mumkin, ob-havo aytadigan, sizni savollaringizga javob beradigan va hokazo. Mana shu botlarni Pythonda o'quvchilar qilishni o'rganishadi va loyiha ish sifatida hammaga har xil mavzu beriladi, qanaqa bot qilish mumkinligini va buni ham ota-onalarga ko'rsatib beradi. Hammani telefonida ishlaydi bu bot. Ota-ona o'zini ham telefonida ishlatishi mumkin bo'ladi. Farzandi yasagan botda. Va 11-12 oyda biz Pythonda chuqurlashamiz va u yerda endi bemalol ovoz bilan, grafika bilan ishlash mumkin bo'lgan 2D o'yinlar algoritmini bolalar yozishni o'rganadi. O'yin o'ynamaydi, balki uni qanaqa yozishni bemalol o'zlari tushunadi. Masalan, biz yoshligimizda biladigan o'yinlar bor. Super Mario'lar yoki boshqa narsalarning hammasini fizikasini, mexanikasini bolalar o'zlari yozadi. Xo'p, Ibrohim aka, savol bor. Nima uchun aynan Python? Ya'ni biz deylik front-enddan React olib, back-enddan Node.js olib, umuman dasturlashni tushungan odam biladiki, unda texnologiya juda ko'p. Nega biz bolalarga aynan Pythonni o'rgatyapmiz? Yaxshi. O'zi mana dasturlash yo'nalishini o'qitishda biz juda ko'p muhokama qildik, bahslashdik, ustozlar, jamoa va dasturlashni baribir kasbiy ta'lim sifatida o'qitish hozir bolalarga juda qiyin bo'ladi. Ya'ni yosh bolalar uchun. Oddiygina masalan JavaScript o'zini TypeScriptni chuqur o'rgatish o'zi bolalarni 100% kursni tashlab dasturlash menga emas ekan degan xulosaga olib kelib qo'yadi. Nimagaki o'zi bilamiz, mana kattalarni o'zida ham dasturlash retention unaqa baland emasda. Masalan, 100 ta bola 1-oyda o'qish boshlasa, o'sha 10-oy yoki 12-oyda 100 ta bola tugatmaydi. 30 ta o'rtacha. Hattoki bular katta ongli ravishda notebooki bor, men pul topishim kerak degan odamlar bo'lsa ham. Bolalarda o'zini majbur qilish degan narsa yo'q. Bolalar shunaqaki, hozir kelib turib, misol uchun siz DOMni yoki JavaScriptdagi boshqa funksiyalarni o'rgatsangiz va u qiyin bo'lsa, menga qizib ketayotgan bo'lsa, menga emas ekan deydi, o'qimayman buni deydi. Sekin kitob yopadi deydi. Boshqa ish qilaylik deydi. Shuning uchun ham nimaga Python dasturlashni o'qitishdan maqsadimiz o'zi bolalarda fikrlashni rivojlantirish. Birinchi navbatda instrument bu dasturlash.
Python tili instrument. Ikkinchidan Python o'zi boshlash uchun sintaksisi juda ham oson bo'lgan til. Juda ko'pchilik buni hattoki ingliz tilida dasturlash deyishadi. So'zlarida nuqta virgul so'roq boshqa narsalar kam ishlatiladi. Shuning uchun ham Python boshlash uchun, funksiyalar yozish uchun oddiy bitta o'sha algoritm yoki o'yin yozish uchun eng sodda til hisoblanadi. Va o'zi umuman kelajakda ham Pythonda o'quvchi chuqurlashishi, o'zi o'rganishi mumkin bo'lgan til, AI va machine learning bo'yicha asos bo'lgan til bu sohada yaxshi ketadi va o'quvchiga juda zo'r fundament bo'ladi deb o'ylaymiz Pythonni. Plus yana o'sha ota-ona kutayotgan, o'zi bemalol rezultat sifatida ko'rsa bo'ladigan Pythonni kuchli tomoni hammasini qila oladi. Nima desangiz, o'yin qila oladi, Telegram bot qila oladi, hatto veb-saytlarni ham bemalol Pythonda qila oladi. Shuning uchun ham universal til sifatida butun dunyo tajribasi shunaqa. Ya'ni har qanday bolalarni IT ga o'qitish markazini so'rasangiz, misol uchun Amerikadanmi, Rossiyadan boshqa joydanmi, hammasida birinchi navbatda Python bor. Swift emas, Go emas yoki PHP emas. Bu shunaqa ma'lumot ota-onalar uchun. Xo'p, yaxshi mavzu ko'tarildi. Sun'iy intellekt uchun Python ham yaxshi deyilgan. Xo'p, Ibrohim aka, bizni qaysi yo'nalishlarimizda sun'iy intellektning hozirgi tendensiyasi o'rgatib ketilyapti bolalarga? Xo'p, o'zi har uchala yo'nalishda ham bizda AI dan foydalanish darslari bor. Bu o'sha boshida 4 oylikda o'zida o'rgatiladi. Foundation qismi o'zida. Va u yerda yo'nalishga mos bo'lgan narsalar bor. Masalan, robot texnikani oladigan bo'lsak ham, robot texnikada eng asosiy narsa birinchisi bu turli xil siz muammo aytasiz, mana shunaqa narsalarni qilmoqchiman. Robot texnika bo'yicha qanaqa yechim qilish kerak? Elektron zanjirlarni tushuntirish yoki bo'lmasa o'sha yasayotgan qurilmangizni vazifalarini tushuntirib beradi. Nima qilish kerakligini, ketma-ketligini, shunga o'xshagan narsa. Vizual foydalanish bo'yicha hozir eng aktual ketyapti. Maqsad nima? O'quvchilar AI bilan muloqot qilishni o'rgansin. U qanaqa ishlaydi, promptga qanaqa reaksiya beradi, qanaqa javob qaytaradi, yo'da ma'lumot nima formatlarda keladi. Masalan, oddiygina JSON degan formatlarni o'quvchi tushunishi kerak. Buni oddiy foydalanuvchilar tushunmaydi odatda. JSON format ma'lum bir formatda keladi. U tiniq ma'lumot hisoblanadi matndan ko'ra. Mana shu narsalarni o'rgatamiz birinchi 4 oylikda. Demak, dizayn yo'nalishida ham o'ziga xos vizual narsalarni yaratishga, nano-bananalarda chuqurlashamiz biz. Rasmlarni, videolarni qanaqa yaratishga. Dasturlash yo'nalishlari va ko'p robot texnika yo'nalishlarida aynan o'sha kodni debug qilish, qiyin joylarda yordam berish, ma'lumotlarni izlashda ham yordam berishga o'rgatamiz. IT yo'nalish bo'yicha savolim borda. Deylik, hozir sun'iy intellekt o'zi kodlarni yozib berayotgan bo'lsa, biz umuman ota-ona ba'zilari ITga bermoqchida, lekin o'ylanyapti. Ertaga dasturlash baribir yo'qolib ketsa, sun'iy intellekt kodlarni yozib bersa, nima qiladi farzandi buni yo'nalishni o'rganib degan. Yaxshi, juda ham yaxshi. Birinchisi, mana hozir sun'iy intellektda faol kod yozdirayotgan, dasturni qildirayotgan odamlarni agar surishtirsangiz, aksariyati o'zi dasturchilar. Nimaga desangiz, oddiygina aytaman men. Mana masalan, Ramziddin, siz deylik, birorta kolbasa ishlab chiqarish sexiga borib, hozir boshliqlik qila olasizmi? Rahbarlik. Mahsulot sifat nazorati bo'yicha. Bilmagancha qilaman. Ha, chunki siz borib u yerda o'zingiz tushunmagan jarayonda o'zingiz tushunmagan ishlarni u yerdagi odamlardan talab qila olmaysiz-da. Bo'ladi-ku, qurilishlarda xato odam kelib qoladi, qurilish tushunmaydigan, shunga o'xshagan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham AI ni kod yozdirtirish, uni sifatli ishlashini nazorat qila olish uchun biz o'zimiz nima bo'layotganini tushuntirishimiz kerak. Birinchi navbatda. Shuning uchun ham o'quvchilar nima o'rganadi o'zi bizda? Biz ham AI, vibe codinglarni o'rgatamiz. Faqatgina fundamental narsalarni bilish, istalgan oson joyini o'zi to'g'rilab qo'yish yoki bo'lmasa nima xohlayotganini AI ga tushuntirishga yordam beradi. Masalan, ko'pchilik AI ga xuddi ertaklardagidek xohishimni aytsam bo'ldi deb o'ylaydi, vaholanki AI konkretka kutadi. Masalan, oddiygina o'sha texnologiya bo'yicha ham sizdan so'raydi, nima qilish kerak, qaysi joyda nima qilish kerak degan savollarni beradi. Va bu narsalarni agar siz o'rgata olsangiz, sifatli natija olasiz. Kechagina o'sha podkastida cloudni asoschilaridan biri ham aytdi, AI uchun, vibe coding uchun, shu dasturlash uchun AI ga suiiste'mol qilmanglar dedi. Ya'ni u dasturchini o'rniga kod yozishni chiqarilmagan dedi. Qachon, masalan, o'zi ham yozdirtiradi, qachon
hamma eng asosiy algoritm funksiyalarni o'zim tuzib beraman dedi. Nima qilish kerakligini. Chunki u hech qachon produktni menga o'xshab tushunmaydi. Odatda AI o'tlab ketish xususiyati borda, gallyutsinatsiya deydi. Ya'ni siz ko'rayotgan ilovani, masalan, siz hozir bitta PM'ga o'xshagan ilova yozmoqchi bo'lsangiz, uni ichidagi algoritmlarni ketma-ketligini, uni ichidagi eng asosiy komponentlarni dasturchi o'zi yaxshi biladi. AI nima qiladi? Ichidagi tasklarni qilib beradi. Masalan, hozirki xuddiki siz bitta biznes ochmoqchi bo'lsangiz, qaysi bo'limlar nima bo'lishi kerak va nima ish bajarish kerakligini bilasiz. Shu joylarga xodimlarni jamoa a'zo team liderlarni qo'yasiz va nima qilish kerakligini aytasiz. Ular sifatli ish qilishni boshlaydi. Lekin bir guruh odamlarni yig'ib turib, men kompaniya qilmoqchiman, shuni nimadir qilish kerak desangiz, bunaqa kompaniya chiqmaydi. U odamlar nima qilishni ham bilmaydi. O'zlaridan o'zlari adashib ketadi. Shuning uchun AIga ham nima qilish kerakligini, qaysi joyda nima qilish kerakligini ko'rsatadigan bo'lish uchun odam o'zi fundamental dasturlash asoslarini bilishi kerak. Bu birinchi navbatda. Demak, AI haqidagi AI olib qo'yadimi, keyin dastur yozmaydimi baribir desangiz, 90% kodni hozir AI yozyapti. Lekin kimlar yozdiryapti uni desangiz, dasturchilar yozdiryapti. Nimagaki, o'sha 90% da olayotgan natijasini ishlaydimi, yo'qmi, qanaqa muammosi borligini biladi ular. Faqat vaqt masalasi. Keyin men ota-onalarga ham aytgan bo'lardimki, 11-12 yoshli bolani ertaga kursni bitirib pul topadi deyish bu xato. Xuddi shunaqa. Bu Ya'ni offerga ishonmaslik kerak. Endi balki rostdan topayotgan bormisi bo'lishi mumkin aka. Bitta Ya bu hali voqelikda bo'lishi mumkin, lekin men o'zi bir inson sifatida ham tavsiya qilardimki, bolani kursda mana agar Najot ta'limda 14-15 yoshli bolalar o'qiydi-da, men ota-onasiga aytaman, bulardan ish so'ramanglar. Ishga kirish kerak, bu universitetga kirsin. Dunyoning top universitetlariga kirsin. Va uning uchun dasturlash, mantiqiy fikrlash rivojlantirishlik uchun yoki ertaga bir kasb sifatida ko'rishlik uchun yoki muammolarni hal qilishlik uchun, proyekt qilishlik uchun, lidershipni oshirishlik uchun kerak bo'ladigan bir narsaga aylansin. Va men robotda farzandlarni o'qitmoqchi bo'lgan ota-onalarga ham shuni aytgan bo'lardim. Ya'ni ertaga farzandingiz bizda robototexnika yoki IT yoki vizual dizaynni o'qishlikdan qat'iy nazar ertaga shu kasb bo'yicha ketish shart emas. Va biz buni boladan umuman so'ramaymiz. Biz so'raymizki, bola ertaga rivojlanishida mana shu bir asqotsa biz shundan xursandmiz. Fikrlashi, dunyoqarashi, o'zini tutishi va shu kabi narsalar bizga juda ham kerak. tirikchilik qiladi shu bilan deb o'ylamaslik kerak bolalarda. Bu yoshda Xuddi shunaqa. Qayerdandir $200, $500 proyekt olib qoladimi desa, ha, olib qolishi mumkin. Kimdir eshitib qoladi, shunaqa qila olishini va chiqishi mumkin. Bunaqa holatlar bor. Lekin muntazam hozir 14 yoshli, 13 yoshli bolani biz sayt qilib pul topadi degan ish bo'yicha kutuvimiz unaqa bo'lmasligi kerak. Xo'p, Ibrohim aka endi vizual dizayn masalasi bo'yicha. Ya'ni bugun sun'iy intellekt ko'p dizaynlarni o'zi qilayotgan bir paytida o'zi bolaga o'rgatish kerakmikan? Va dizayn kursimiz uchun tabiiyki kompyuterlar, yaxshiroq kompyuterlar kerak. Bu hozirgi bizda filiallarda qo'ygan kompyuterlarimiz, ya'ni ijaraga beradigan noutbuklarimiz xarakterik jihatdan ko'tarmaydi. Xo'p, asli dizayn yo'nalishini sun'iy intellekt hech qachon to'liq olib qo'ya olmaydi. Bu ayniqsa motion dizaynga bog'liq yoki bo'lmasa interfeys dizaynlarda ham baribir insonlar professional dizaynda yaxshi qilishadi. Ya'ni soha dizayn sohasi yo'qolib ketadigan soha emas. AI har doim unga yordamchi qo'shimcha instrument bo'lib qoladi. Va bu soha o'zi alohida bo'lishi kerak. Lekin biz Robot akademiyasida hozir buni kelgusi rejalarimizda bor. Ota-onalar uchun buni ba'zi bir tashkiliy muammolar bor. Birinchisi, bu dizayn yo'nalishi o'zi hamma ham to'liq qiziqadigan soha emas. Ozgina mana shu vizualga, kreativlikka qiziqadigan odamlar bo'ladi va ular odatda juda ko'pchilikni tashkil qilmaydi. Ikkinchisi, bu kirish uchun, ya'ni bu soha bilan shug'ullanish uchun kuchli noutbuk kerakligi. Bizning markazimizdagi noutbuklar odatda o'sha brauzerda kod yozish, brauzerdagi ilovalarni ishlatish va dasturlash uchun mos keladigan noutbuklar va ularni agar biz dizayn yo'nalishida foydalanadigan bo'lsak, bular ko'tarmaydi bu dasturlarni. Nimagaki dizaynlar uchun mana Ramziddin aytishdi. Najot ta'limda ham kuchli xarakteristikali noutbuklar talab qilinadi. Bular odatda, masalan, hozir men bilganim bu $8,000 atrofidagi noutbuklar eng kamida. Va buni ota-onaga kichkina, ya'ni yosh bolalar uchun professional hozir pul topadi degan maqsadi yo'q bo'lgani uchun uni olib bera olmaydi.
Dizayn yo'nalishida ham pul topish mumkin. Hozir aytganimdek, buni ham qiyinchiliklari bor. Yosh bolalar odatda baribir o'rganish tezligi qiyin narsalarda sekin ketadi. Shuning uchun ham notebook masalasi birinchidan qiynaydi hammani. Ota-onalarga kursni boshlash uchun o'zi $1000 kerak bo'ladi. Chunki bu bo'yicha markaz notebooklar ko'tarmaydi. Ikkinchidan o'zi asosiy dizaynni ichidagi 3D modellashtirish va interfeys dizaynlarini biz dasturlash va robototexnika yo'nalishlarida o'tamiz va farzandingiz bunga qiziqishini agar juda kuchli sezsangiz, keyin o'sha yo'nalishni o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni dizayn yo'nalishini sinab ko'rish imkoni bor. Shundoq har bitta o'quvchida. Nimagaki 3D modellashtirish robototexnika ichida bor va interfeys dizayn, grafik dizayn qismlari dasturlash, veb dasturlash yo'nalishini ichida bor. Ma'lum bir modullarda shunaqa darsda o'tiladi. Ya'ni umuman bexabar qolib ketmaydi bola. Faqat professional o'sha video, motion, animatsiya, brend dizayn, grafik dizaynga o'xshagan yo'nalishda bu baribir chuqur o'rganilgan soha. Demak, ota-onalar tushunishi kerakki, bizda robototexnika va IT yo'nalishlari odatda doim ochiladi. Shunaqa bilan muntazam. Shunda ham kurs. o'ylayman, baribir Robitda asosan robototexnika kursiga ko'proq odamlar yozilsa kerak. Shunaqa. Va biz ham o'zimiz ham shuni istaymiz. Va agar alohida IT o'rganaman yoki deylik farzandingiz 1 yil robototexnika o'rgangandan keyin alohida IT o'rganaman degan paytda biz eshigimiz doim ochiq. Yaxshi. Endi sotuv jarayonlarimizda ota-ona bizga qanday usullar bilan kelgani yaxshi. Masalan, deylik, kimdir shu videoni ko'ryapti-da, farzandimni olib kelmoqchiman deydi. To'g'ridan-to'g'ri filiallarimizga borsinmi? Hozir filiallarimiz yoki telefon qilib yozdirishsinmi? Jarayon qanaqa bo'ladi? Toki darsga boshlanguncha bo'lgan jarayonda qancha vaqtgacha kutib qolishlari mumkin? Endi hozir oldin qanaqa bo'lgan, o'zi oldingi jarayon bo'yicha aytsam, robototexnikani o'zini ichida shu IT hammasi bo'lgan. U paytda o'zlari kelishardi, jarayonda telefon qilib bog'lanib, markazga chaqirib, markazda keyin ularga tushuntirib birga ishlardi. Endi hozirgi jarayon ham xuddi shu zaylda ketadi o'zi. Robototexnika va ITni qaysi biriga berishlari muhim hisoblanadi. Hozirgi jarayonga bitta qo'shimcha qo'shiladi. Ya'ni bolani robototexnika yo'nalishiga berish kerak ham, ITga ham. Mana shu jarayonda to'g'ri tanlov qilish kerak bo'ladi hozir boshidanoq. Chunki bola qanchadir vaqt o'qigandan keyin ITga o'tishi yoki robototexnika o'tish imkoniyatlarini qilib bermoqchimiz o'zi. Ya'ni boshdagi masalan 3-4 oylik darsi robototexnikada ham ITda ham o'xshash bo'lgani uchun ITga o'tmoqchi yoki robototexnikaga o'tmoqchi bo'lgan bolalarda bu muammo bo'lmaydi. Lekin masalan massiviy tarzda guruh almashtirish, boshqa narsalar ko'paymasligi uchun boshidan to'g'ri tanlov qilish afzalroq deb hisoblaymiz. O'shaning uchun hozir hozir rejamizda bor narsalar nima? Bolani o'zi bilan gaplashish, ota-onani o'zini qiziqishlari, bolasi qiziqishi qaysiga ITga ham yoki robototexnikaga ham buni aniqlash yoki qo'shimcha qilmoqchimiz. Masalan, o'zi bor bunaqa testlar ham, masalan, preferentatsiya testi deydi. Ya'ni bolani qiziqishi qaysi yo'nalishga o'zi? Injinering, muhandislikgami yoki ITgami? Shu narsalarni qo'yish takliflarimiz bor hozir. Endi ko'rib chiqyapmiz. Bu hali biz jarayonlarimizni yoki umuman guruh qabul qilinish jarayonlarini sekinlashtirib olmasa, buni qo'yish ehtimolimiz bor. Ayni vaqtda. Endi guruhni o'z oldin ham aytganmiz. Bizda endi yosh bo'yicha baribir bo'lamiz, majburmiz. Chunki masalan 9 yoshli bilan 15 yoshli bola 2-sinf bilan 7-sinfda. Ya'ni qanaqa bo'linadi? Shuni aytib bering. Xo'p, bizda o'zi produkt 6-8 yoshlilar uchun alohida, 9-11 yoshlilar uchun alohida, 12-15 yoshlilar uchun alohida. Endi 6 yoshli bola bog'chada, 15 yoshli bola maktabda 7-sinfda. Ularni masalan bitta qilib o'tish noto'g'ri bo'lardi. O'shaning uchun biz bo'lganmiz. Shuning uchun bu guruh ochish jarayonlarini sekinlashtirish mumkin, birmuncha. Lekin bir oydan cho'zilib ketmaydigan holatda maksimal shuni harakatini qilamiz. Ya'ni bir haftadan toki bir oygacha bo'lgan muddatda guruh ochiladi deb turib, o'zi ota-onalar birinchi kelganda ham guruhga qo'shilgan paytda ham kutuvlarni to'g'rilab qo'yamiz. Yosh chegarasi bo'yicha bo'lingani uchun, ya'ni hamma bitta guruhga qabul qilinmagani uchun hammada har xil Taqsimlanib ketadi. taqsimlanadi-da baribir. Xo'p, boshida biz 8 yoshdan boshlab o'quvchilar olardik. Yaqin oylar avval 6 yoshlilar uchun alohida produkt qildik. Bundan keyin 6-8 yoshlilarda loyihasi qanday davom etadi? Ya'ni biz rejamiz qanaqa? Xo'p, 6-8 yoshlilar bo'yicha o'z o'quv reja ham o'zgarishi, boshqacharoq o'zgarishi kutilyapti. Bu bo'yicha bir Ibrohim aka agar tushuntirib o'tsalar, keyin davom ettirardim men. Xo'p, ma'lumot o'rnida bizda o'zi 8-11 edi oldin. 8 yoshlilar bilan
juda ko'pchilik ustozlarimiz jarayonda qiynalishgan. Men maktabda ham ko'rib keldim. Aksariyat 8 yoshli o'quvchilar agar uyda maxsus shug'ullanilmagan bo'lsa, maktabda 1 yilda hali yozish o'qishni zo'r o'rganmagan bo'ladi. 8 yoshli bolam fokus ushlab olishdan oson emas ekan. Ha, u Jimsa jim bilmas ekanda. shunaqa odam jimligini bilmaydi nimaligini. Umuman o'sha yozish, o'qish, ayniqsa kompyuterda yozish va nimalarni tushunish, gaplarni, yozuvdagi gapni tushunish masalalari 8-sinflarda qiyin. 8 yoshlarda. 8 yoshlarda qiyin va shuning uchun ustozlarimiz uyga vazifa qildirtirish, o'sha taqdimotdagi narsalarni tushuntirishlarda ancha qiynalishgan. Shuni hisobiga biz 6 yoshli guruh ochilgan paytda 6, 7, 8 yoshli qilib ularni ham o'tkazdik. Chunki bu uchalasi juda yaqin yosh bir-biriga. Maktabga chiqqan va endi 1 yil bo'lgan bolalar. Nimaga urg'u beramiz? Hozir mana birinchisi bu haftada 3 kunlik kurslar masalasini haftada 1 kunlik kurslarga o'tkazish. Nimaga? O'zi 6, 7, 8 yoshli bolalarni shundoq ham maktabni boshlang'ich yoshi bo'lgani uchun o'rganadigan narsasi bu savod chiqarishdi. Ikkinchisi haftada 1 kunlikda faqat amaliy darsga urg'u berish. Hozirgidek bizda kompyuterda yozadigan yoki o'sha kompyuterda o'rganadigan nazariy kompyuter bilimlarini kamaytiramiz va amaliy bilimlarni ko'paytiramiz. Chunki bu yoshdagi bolalar baribir doskaga qarab o'tiradigan bolalar emas ekan. Buni amaliyotda qayta isbotladik o'zimiz uchun. Ular odatda jarayon bilan shug'ullanadigan yoshdagi o'quvchilar ekan. Demak, haftada 1 kun mana shu yo'nalishda robototexnikani o'zi ularda ko'payadi, kuchaytiriladi. Hozir faqat videoda o'tilayotgan bo'lsa, ularga ham Spike konstruktorlar asosida robototexnika darslari ma'lum bir vaqtdan keyin yana ham qiziqarli qilinadi, kuchaytiriladi, musobaqalarga jalb qilinadi. Va kurs narxi ham shunga mos ravishda o'zgartiramiz. Chunki ota-onalar odatda 6 yoshli bola uchun 15 yoshli bola uchun to'lov qilinayotgandek to'lov qilgisi kelmayapti. O'rganadigan narsasini muhimligi va qiyinligida farq katta-ku degan savol ham bor ota-onada. Endi hozir 6-8 yoshli bolada, demak, 3 ta yo'nalish bo'yicha ham o'qitishni davom ettiramiz, shunaqami? Yo'q, yo'nalish bo'yicha 6-8 yoshlarda bir xil yo'nalish qoladi, robototexnikani o'zi. Lekin 6-8 yoshlarni biz hozir ITga o'qimaymiz. uni ichida masalan, Scratchdan foydalanish, kodlashni ba'ziviy bilimlari ham ketadi baribir, to'g'rimi? Faqat aytmoqchi bo'lganim 6 yoshli, 7 yoshli, 8 yoshli boladan na veb-sayt, na mobil ilova kutish kerak emas. Buni ota-onalar o'ylayman, juda ham yaxshi tushunishadi. Ko'p Ibrohim aka, unda savol bor. 9-11 yoshli bola bilan 12-15 yoshli bolaga bir xil o'quv reja bo'yicha dars o'tiladimi? Qarang, o'tilinadigan fanlar bir xil bor, lekin uni ichidagi modullari bo'yicha qiyin osonligi farq qiladi. Va biz hozir mana o'ylayapmiz, 1 yili butunlay farq qilishini o'ylayapmiz. Masalan, 9 yoshli bolalar 1 yil o'qiganda 10 yosh bo'ladi-yu. Ular 15 yoshli bolalarda ikkinchi yilga o'xshagan narsani o'rganmaslik kerak edi. O'rtada bitta yilni butunlay farq qilish kerak. Robototexnikada ham, dasturlashda ham. Nimaga? Biz o'ylayapmiz, 9 yoshli bola bizda 1 yil o'qigani bilan 12 yoshli bola bizda 1 yil o'qiganda o'rtasida juda katta farq bo'lib qoladi, baribirga ham. 1 yil o'qiganda normal holat, lekin ikkinchi yil narigi yo'nalishga o'tayotgan paytda o'sha 15 yoshli bilan 9 yoshning o'rtasida farqi bor. Shunga 9, 10, 11, 12 yoshlilar uchun xuddi 3-yilga o'xshagan oraliq yil qo'shishimiz mumkin. Ya'ni bizda masalan savol bo'ladi, Ramziddin, bizda hozir 2 yil o'qiganlar keyin nima qiladi? 8 yoshli, 9 yoshli bola hozir o'qisa nima qiladi keyin desa, ana o'shani davomi 12-15 yoshlilikni 2 yiliga perexod o'tib ketadigan qilishimiz kerak. Qiyinroq narsada, chunki u qiynalib o'tkazib. Hozir Ibrohim aka, bitta savol bor. Masalan, asosiy Arduino darslarini ham boshqasini ham biz demak 1 yillik o'tkazdik, birinchi yilda bor. Demak, ikkinchi yillik dasturlash o'rganaman deydigan bolalar uchun ham, robototexnika o'rganaman deydigan bolalar uchun ham mutaxassislashish va qiyinlashishga olib keladi. Xuddi shunaqa. Va mana shu mutaxassislashish joyida biz kichkinalarda robototexnika yo'nalishida ham, dasturlash yo'nalishida ham yana oraliq modullarni qo'shishni o'ylayapmiz. Nimaga? Mana birinchi yil ko'p qiziq narsalar qo'ydik-ku. Nimagaki bolalarni eng asosiysi sohaga qiziqtirib ushlab turishda, o'zi eng asosiysi. Ya'ni ko'proq o'qigan bolalar ko'proq narsa o'rganadi. 1-oyda, 3-oyda, 5-oyda zeriktirib qo'ygan bolalaringiz bo'ldi. Bu sohada keyin qiziqmaydi, o'rganmaydi. Shuning uchun 1-yil zo'r o'qisa agar, bizda LTV rotation juda baland bo'lsa agar, mana shu 9-11 yoshlarni aytayman, bular uchun bemalol biz 2-yil uchun professional chuqurlashdan
soddaroq, qiziqroq, birinchi yilgidan ko'ra qiyinroq narsa qo'shishimiz kerak. Bu hozir shunaqa taklif. Shunda ular 3-yilni ham davom ettira oladi. Bu o'sha rejadagi 15 yoshlarning ikkinchi yiliga o'xshash bo'ladi. Nimagaki bu yerda ikkinchi yilda qiyinlashish sezilarli darajada bor. Masalan, 3D modellashtirish o'zida Tinkercad'dagi bolalar OnShape'ga yoki bo'lmasa AutoCAD'ga o'xshagan sistemaga o'tgan paytda dovdirab qolishi mumkin birozgina. Shuning uchun mana shu joyda oraliq o'tuvchi bosqich qo'yishimiz mumkin kichkinalarga. Kattalarda muammo yo'q. 12-15 yoshli bolalar professional instrumentlarni o'zlashtirishi mumkin bemalol. Chunki 9 yoshlarni ham rivojlanish darajasi har xilda. Kuzatsangiz, reallikda shunaqa. Ba'zi 9 yoshli bolalar bor. Masalan, tuna kuni bitta aka olib keldi. Fizikadagi formulalarni tushuntirib beryapti menga. Maktabda hali 3-sinf ekanda. 3-sinf bola. Men yozgan ekan. O'sha aka. 3-sinf bola olib keldi. Vaqt topish, tezlik topish, koordinatalar. Mana hozir aytaman qayerdan bilganini. Kitoblarda, boshqalarda orqasida formulalar yozilar ekan daftarlarda. Oddiy daftarlarda, masalan, oddiy 3-sinf daftarda ham, 4-sinf daftarda ham yoki 96 varaq daftar olib bersa, orqasida fizik formulalar yozilgan. Shularni bola izlar ekanda nimadaligini boshqa kitoblardan. Va shuni hisoblanishini ham, qanaqa chiqishini ham o'rgangan. Umumiy mustaqil o'rganish ko'nikmasi zo'r. Hali ko'p narsa bilmaydi. Masalan, tok haqidagi savollar, elektronika haqidagi savollarda hech narsa bilmaydi. Onalar aytdi, tokka biz yaqinlashtirmaymiz ham, unaqa qiziqib shug'ullantirishga qo'ymaymiz. Ehtiyot nuqtai nazaridan deyishdi. Bir kishiga savol beribdi-da. Nimaga qiziqasan? Keyin yo'naltiramiz seni deyishsa, aytsam kulmaysanmi debdi-da. Nimaga tushunadigan qiziqlik menga. Ko'pchilik yo'q, bu yo'ldagi gap unday emas. Men o'ylaganim, bola o'zi ham ozgina hayron bo'lyapti. Fizika bu yoshdagi qiziqishlar doirasiga kirmaydi ko'pi. Rostdan hozir 3-sinf bola ekan u yigit. Endi o'zi aslida 4-sinfda ham, 3-sinfda ham fizikaga oid bo'lgan narsalar bor, ozgina, ya'ni bolaning dunyoqarashi shunga yetyapti. Bu degani maktabdagi o'qish ham yaxshi deganda hozir. Maktabda matematikasi yaxshi. Masalan, men koordinatalarni o'sha Najot ta'lim maktabiga kirgan paytimda 6-sinfdagi 7-sinfga kirib ko'rganman. Masalan, sinfda 20 ta bola bo'lsa, 15 tasi bilsa, 5 tasi bilmaydi koordinatani. Bu degani 3-sinf bola koordinatani tushunadi degan bu juda ham yaxshi. Masalan, koordinata o'qini, qayerda x, y da plus minuslarni shunday nuqtani joyiga qo'yib chizib beryapti-da. Bu yaxshi. Aytmoqchi bo'lganim, mana 9 yoshlarda ham olish tezligi farq qiladi va biz ularni hozir hammasiga bir xil qiyin narsa bersak tortib ketadi deb tortib ketolmaydi. 12 yoshlarga ishonaman. 5-sinf bolalarni olish tezligiga mos narsa. 9 yoshlarni shuning uchun oraliq qo'ysak agar yaxshi bo'ladi. Birdan qiynalib qolmaydi, qiyin narsa boshlanib ketmaydi. Zo'r. Xo'p, endi Hasanboy Robbit o'quv bo'limi ustozlarda umuman ta'limda 12 ta filialda va bundan keyingi filiallarda ham qanday nazorat qiladi? Hozirgacha qanaqa instrumentlarimiz bor edi va bundan keyin to'g'ri tizimli ravishda dars o'tayotganlarini boshqalarni qanday qilib nazorat qilmoqchisizlar? Navoiydagi ota-ona sifatida xavotir qilmasligim kerak. Toshkent zo'r ishlaydi, bizga ishlamaydi degan ma'noda. Bizga menga ham ko'p savol berishadi. Viloyatga borsam sizlardan kimdir turadimi bu yerda deydi-da. Rahbar bormi deyishadi. Ha, ya'ni sizlardan chunki odamlar mindsetida o'sha rahbar bo'lgan joy yaxshi ishlaydi deyiladi. Odatda o'zi rostdan shunaqa, ya'ni qayerda rahbar bo'lsa, o'sha joy yaxshiroq ishlashligi mumkin-da. Masalan, Toshkentdagi filialimiz bilan Qoraqalpog'istondagi filialimiz yoki Surxondaryodagi, Termizdagi filialimiz bir xil ishlayotganligini qaysi raqamlar orqali o'lchaysizlar? Yaxshi. Xo'p, bizda alohida o'quv bo'limi va audit bo'limi shakllantirilgan bu bo'yicha. Ya'ni o'zi ustozlar tayyorlash bo'yicha, jamoa shakllantirish bo'yicha biroz to'xtalsam, bizni 1,5 oylik bepul amaliyot dasturimiz bor ustozlar uchun. Bu administratsiya uchun ham amal qiladi o'zi aslida. Va 1,5 oylik amaliyot dasturida ustozlar bizni o'quv dasturimizga to'liq moslashtiriladi. Ya'ni o'quv dasturi bo'yicha, metodika bo'yicha, dars o'tish bo'yicha va vazifalar ya'ni hamma narsa bo'yicha haqiqiy o'quv dasturida o'qishadi ular ham. Ya'ni bu ham amaliyot dasturidek, xuddiki qayerdadir malaka oshirishdagi. Shu dastur ham bizga moslashadi, ham u yerdagi o'quv dasturida to'liq tanishib chiqib, vazifalar topshirish orqali imtihondan o'tishadi. Texnik suhbat o'tadi. Oxiri amaliyot tugagandan keyin o'sha qaysidir filialga misol uchun ustoz tayyorlamoqchi bo'lsak, biz o'sha kandidat nomzodni amaliyot dasturiga qabul qilamiz va hech bir ustozni amaliyotsiz qabul qilmaymiz odatda.
o'sha 1 oylik amaliyot dasturida odatda to'liq vazifalarni topshirib, imtihondan o'tsagina ustozlikka shartnoma qilinadi. Qo'shimcha qilib Hasan aka. Agar amaldagi ustozlar ko'rayotgan bo'lsa bizni, hamma 1,5 oylik amaliyotdan o'tish majburiy deyishdi hozir Hasan aka, lekin siz amaldagi robototexnikadan, ITdan bolalarga dars berib yurgan bo'lsangiz, bu amaliyot siz uchun 1 hafta 10 kunni tashkil qilishi ham mumkin. Nimagaki eng asosiy ko'radigan narsamiz bizni o'quv dasturiga tayyorligingizni tekshirib olamiz va filial jamoasi va filialdagi ustozlar sizni jamoa bilan o'zaro muloqotingiz, kelishingiz, yurishingiz, bolalarga munosabatingiz, dars o'tishingiz kabi narsalarga agar salbiy xulosa berishmasa, unda siz amaliyot jarayonini tezlashtirishingiz mumkin. Xuddi shunday. Potensialga qarab o'zgaradi bu. Lekin nomzodlarga qo'yiladigan baribir talab amaliyot dasturini oxirgi imtihonidan o'tish. U Toshkentda bo'ladimi, Nukusda bo'ladimi yoki Navoiyda bo'ladimi, istalgan filialdagi ustoz ayni bir shu talablarga javob bo'lishi kerak, ya'ni javob talabi bo'lishi kerak. Xo'p, endi ular qanaqa qilib koordinatsiya qilinadi? Ularni nazorat qilish haqida ham qisqacha aytadigan bo'lsak, biz har kunlik statistikalar bor, qancha ustozda, qancha o'quvchisi bor. Ularning qanchasi uyga vazifa qildi va qanchasi tekshirildi, qanchasi necha baho oldi. Mana oddiy savolim bor sizga. Siz deylik mana soat 11-12 yaqinlashdi. Kunda oxiridami, boshqa paytdami? Bir ustozni Andijondagi bir ustozni soat 9 da darsi bor. O'sha 9 dagi darsi soat nechida boshlanganligini, ustoz o'zi vaqtida dars boshladimi yoki yo'qmi? Nechta o'quvchi bilan dars boshlaganligi haqidagi qanaqadir ma'lumotni ko'ra oladigan tizim bormi? Albatta. Xo'p, bizda o'zi umumiy, ya'ni ustozlarni tayyorlash jarayonida o'sha 1 oylik amaliyotda jarayonida yo'riqnomalardan ham tanishtiramiz. Shartnoma qilinadi, shartnoma qilinishidan oldin shartnoma shartlarida ham bor hattoki. Biz ayni talabimiz ustoz har bir darsdan oldin 10 daqiqa oldin auditoriyada bo'lishi shart va bu kamera orqali nazorat qilinadi. Biz hamma filiallarimizda dars xonalarida kamera bilan ta'minlangan va bizda alohida audit bo'limida kameramen pozitsiyasi bor. Endi Hasanboy to'g'ri kameramen bor, buni ham tushunaman, lekin mana 12 ta filialda agar har birida 3 tadan sinfxona bo'lganda taqdirda ham 36 ta sinfxona bo'ladi-da. 36 ta sinfxonaga shuncha ustozga bitta odam qarab turish qiyin-ku. Yo'q, bu narsa qaralmaydi. Kameradan bu tekshirib olinadi. O'zi asli bizda ERP degan tizimimiz bor. ERP tizimi orqali ustoz darsga kirgan vaqtda birinchi dars boshlanishidan 5 daqiqa ichida davomat qilib qo'yish kerak o'quvchilar. Davomat qilishdan oldin ustoz Face orqali, ya'ni notebookni kamerasi orqali o'zi rasmga tushishi kerak. Rasmga tushgandan so'ng davomat qilish ochiladi. Ya'ni ustozlar o'quvchilarni davomatlarini olishlari uchun ustoz o'zi rasmga tushishi kerak bo'ladi avval. Aynan o'sha rasmlar bazaga kelib tushadi. Ustozni hatto rasmini ham saqlab qoladi bu baza. Soat nechida rasmga tushgani va qaysi darsga kirganini bu orqali aniqlab olishimiz mumkin. Kameradan faqat bu tekshirib olinadi, random orqali tekshiriladi. Misol uchun Andijonda qaysidir vaqtlarda yoki deylik Namanganda qaysidir vaqtlarda, Navoiy, Termiz va boshqa filiallarimizda xuddi shunaqa tizim ishlaydi. Ya'ni ERP tizimi bor o'quvchilar uchun, ustozlar uchun. Umumiy olganda 4 ta platformadan foydalanamiz. Bu umumiy tizimlarni, raqamlarni osonlashtirish uchun. Hollywood tizimi, ERP tizimi o'zimizni, ClickUp'dan foydalanamiz misol uchun va BI'dan foydalanamiz. Hozir raqamlarni oson chiqarib beryapti bizga. Har bitta ustozni xuddi shunday nazorat qilamiz. Har bitta kelishi, ketishi, hattoki nechida boshlanib, nechida tugatganigacha ham nazorat qilinadi. Darslar to'liq o'sha o'quv dasturida mos holatda o'tilishi kerak bo'ladi. Amaliyot dasturida bu narsalar to'liq tushuntiriladi. Ham adaptatsiya qilinadi, ham o'qitiladi, undan keyin shartnoma qilinadi. Ya'ni umumiy olganda istalgan filialdagi ustoz istalgan filialga borib dars o'ta oladigan darajada bo'lmaguncha biz u bilan shartnoma qilmaymiz. Hattoki Navoiydagi ustoz ham bemalol kelib Toshkentda faoliyat boshlashi mumkin, ishlashi mumkin bo'ladi, davom ettirishi mumkin bo'ladi yoki Toshkentdagi istalgan ustoz boshqa viloyatga borib bemalol davom ettirishi mumkin bo'ladi. Tizim bitta o'quv reja, bitta prezentatsiya uslubidan foydalaniladi. Xuddi shunday. Har bitta o'quv dasturida prezentatsiyalar qilib chiqilgan. Sizlarda keyslar bormi ustozlar o'zaro filiallashligi bo'yicha? Albatta, biz o'zi rotatsiya qilib turamiz. Biz o'zimiz ham shu narsani ba'zida qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki bitta ustoz bitta filialda komfortga tushib qolgan bo'lishi mumkin yoki tajriba almashinish kam bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Biz shu nuqtai nazardan ixtiyoriy ko'ngilli ustozlarni boshqa filiallarga yuborishimiz mumkin birinchidan yoki ba'zi bir ustozlarni malaka oshirish uchun ham yuborishimiz mumkin bo'ladi.
misol qaysidir deylik mana misol tariqasida aytsak, hozir Farg'ona filialida Farg'onada ayni vaqtda 20 ga yaqin ustozlarimiz faoliyat yuritadi va agar biz deylik Andijon yoki Namanganga ustozimizni amaliyot dasturiga tayyorlaydigan bo'lsak, Farg'ona filialiga borib tayyorlanishni tavsiya qilamiz. Nimaga deyiladigan bo'lsa, chunki Andijon va Namangandan Farg'onaga nisbatan ustozlarimiz kam. Farg'onada ustozlar ko'p bo'lganligi uchun u yerga borib amaliyot o'tash imkoniyat bo'lsa, agar nomzodlarda imkoniyat bo'lsa, tavsiya qilinadi Farg'onada amaliyot o'tash, chunki u yerda ustozlar ko'p va shu nuqtai nazardan amaliyotchiga ustozlar ko'p vaqt ajrata oladi. Andijon, Namanganda ustozlar kam bo'lganligi uchun ular boshqa ishlardan ortib amaliyotchilarga ko'p vaqt ajrata olmasligi mumkin, ya'ni yordam sifatida. Lekin bemalol Farg'ona filialida ko'proq yordam olish mumkin bo'ladi ustozlardan. Ayni boshqa filiallarda, misol uchun voha taraflarda Samarqand yoki Xorazm filiallarimiz ustozlarimiz nisbatan ko'proq, o'quvchilarimiz ham va u yerlarga borib amaliyot o'tash mumkin bo'ladi. O'zi aslida istalgan nomzod ustozlikka tayyorlayotgan nomzod istalgan filialga borib amaliyot o'tash imkoniyati mavjud. Buni bemalol amalga oshirsa bo'ladi. Ibrohim aka, biz aynan qanaqa ma'lumotlarni ko'rib boramiz ustozlar bo'yicha? Umumiy yig'ilgan ma'lumotlardan misollar keltira olasizmi? Masalan, hozir deylik, bugungi kunda 18-dekabr. 18-dekabrgacha yig'ilgan ma'lumotlardan olingan xulosalarda. O'sha bizda demak R&D bo'yicha datalarni tahlil qilib tashlab borishadi. Power BI'dan ustozlar statistikasi bor. Bugun demak bizda 18-dekabr yangilangan ekan. Lekin bir xil kelyapti jadvaldan. Bizga gruppaga tashlayotgani o'sha. O'zingizdan bersangiz bo'laveradi. Ha, degani bu o'sha Excelga ulanganda. Aytganim mana umumiy vaziyatga qarayman. Birinchi navbatda bu ustozlarning hammasida 80% dan yuqori darsga qatnashish, o'quvchilarning qatnashishi markazda 85 chiqyapti. Biz o'zi 80% norma qo'yganmiz yosh bolalar bo'lgani uchun. Odatda jami darslarga nisbatan qatnashuvchilar 85%. Ha. Ya'ni bir oyda 12 dan 14 tagacha dars. O'sha darslarda bolalarda qatnashishi. Xuddi shunaqa. Ballar bo'yicha ham juda yaxshi chiqqan. Endi uyga vazifa bajarmagan ko'rsatkichi ham juda yaxshi holatda. Biz mana 30% eng kamida qo'yganmiz. Ya'ni umumiy masalan Robit akademiyasida berilgan vazifani bitta mavzu nuqtai nazaridan oladigan bo'lsa, 2000 ta bola bo'lsa, shu 2000 ta boladan 30% 600 ta, 1400 tasi vazifani to'liq bajarsa ham, har bitta berilgan mavzunikini kimlardadir bitta mavzu qolib ketishi mumkin. Ya'ni 60% agar uyga vazifalar to'liq bajarilsa ham yaxshi deb o'ylaymiz biz o'zi. Chunki nimaga? Bu yerda kichkina bolalar bor. ERPga kirishsa qiynaladigan, qilsa ham yuklanmaydigan bolalar bor. Shunga o'xshagan holatlar uchraydi. Shuning uchun oldin kuzatganlarimizdan kelib chiqib minimal talab qo'yganmiz va bu 27% dan ham kam, yaxshi qilingan uyga vazifa bajarmagan ko'rsatkichlar o'quvchilarda. Vazifa kech tekshirilishi bo'yicha biz 10% qo'yganmiz o'zi minimal talab, lekin bu 2,5% da turibdi hozir. Ya'ni ustozlar vazifalarni juda ham vaqtida tekshirishyapti. Deyarli hammada 0%, 1% turibdi hozir. Kechikish ko'rsatkichlari umumiy ustozlarni biz bir oy mobaynida 10 minut jami kechikishi mumkin deganmiz va bu butun o'qituvchilarni umumiy o'rtachasi 4 daqiqadan oshmagan. Ketish bo'yicha foiz bittagina shu yerda bor. 5% biz qo'yganmiz, 5,5% chiqyapti o'quvchilar bugungacha 18-dekabrgacha ketganlar. Bu endi oyi oxirigacha 7-8 bo'lib qolishi mumkin. Buni bilmayman. O'sha 28-dekabrda ko'rish kerak. Asosiy narsa qish bo'lgani uchun, sovuq bo'lgani uchun vaqtincha muzlatib turish. Ular ta'sir qiladi, ha. Umumiy olganda mana juda katta biz so'ragan narsalardan uzoqlashish yo'q. Hammasi eng kamida talab qilganimizdan baland natijalar. Va o'rtacha 35 ball qo'ygan ekanmiz ustozlar reytingida. Hozir sredniy ball 37. Yaxshi. Yana nima ma'lumotlarni biz ustozlar bo'yicha doimiy rivojlantirishlik uchun harakat qilamiz? Ya'ni ota-onani qo'rquv jihatdan aytyapman, ota-ona baribir farzandidan xavotir oladi. Kim dars beryapti? Yoki ular tizim, ularda o'quv bo'limi darslarga qaraydimi, sifatini tekshiradimi kabi savollar. Xo'p, biz hozir attestatsiya tizimini yo'lga qo'yish jarayonidamiz. Aynan. Ustozlar o'zi toifalar bo'yicha ham ajratiladi undan tashqari. Oldin toifalarga to'xtalib o'tsam, biz shunaqa talab qo'yganmizki, hattoki ustozlar ingliz tilidan B2 sertifikat olsa, sertifikat sertifikati eng kamida, oyliklarini ko'tarib berib, toifasini oshirish darajasiga ham rozimiz. Ya'ni bu o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash
ham menimcha qisman qo'shiladi yoki boshqa o'quv markazlarida o'qib yoki umuman olganda hozirgi zamonda IT, robototexnika, umumiy zamonaviy kasblarni o'rganish uchun ustozlar ham ingliz tilini bilgani ancha ma'qul bo'ladi. O'zini rivojlanishi uchun ham, qo'shimcha adovatlar bilan ishlash, muammolarga yechim topish uchun ham ingliz tili baribir ko'p yo'lni ochib beradi. Shuning uchun biz ustozlarga shunaqa taklif berganmiz. Agar ingliz tili darajasi baland bo'lsa, biz ularga ko'proq ish, ko'proq oylik taklif qila olamiz bu tarafdan. Attestatsiya tarafdan nimalarni beramiz? Attestatsiya tarafdan biz o'zimizni o'quv dasturimizga mos bo'lgan holatlarda savollar va materiallar tuzib chiqqanmiz. Ustozlarga oldin materiallar beriladi. Misol uchun Pythonni o'rganish kerak bo'lsa, Pythonni o'rganish uchun kurs taklif qilinadi, beriladi va ma'lum muddat beriladi. Pythonni o'rgangandan keyin biz u bo'yicha proyekt va savol-javob qilib olamiz. Agar ustoz attestatsiyadan o'tadigan bo'lsa, faoliyatini davom ettirish mumkin bo'ladi. Agar attestatsiyadan o'ta olmaydigan ustozlar bo'ladigan bo'lsa, biz ularga deadline beramiz. Ya'ni ma'lum muddat beriladi yoki u o'sha qismni o'zlashtiradi qaytadan yoki biz u bilan shartnomani bekor qilamiz. Ya'ni doimiy rivojlanishi uchun ustozlarga shunaqa takliflar berganmiz. U rivojlanishi uchun har tomonlama o'zi uchun ham moddiy, ham ma'naviy tarafdan rivojlansin va o'zi uchun keyinchalik oson ishlasin, stressiz ishlasin, oson o'quvchilar bilan chiqisha olsin. Auditoriyani, classroom managementni oson o'rganadigan bo'lsa, menimcha o'zini ishini yaxshiroq sevib, o'zini ishini oson qilish yo'llarini topadi. Biz videomizni robototexnika sohasida o'qiyotgan, IT sohasi bo'yicha o'qiyotgan yigit-qizlar ko'rishi mumkin yoki jamoada ishlamoqchi bo'lgan odamlar. Robbit kimlarni ishga olishga tayyor? Xo'p, Robbit akademiyasi ayni vaqtda o'sha barcha mana mart oyidan boshlab biz xudo xolasa aytib o'tdik. 30 ga yaqin filial ochishni reja qilyapmiz barcha hududlarda va 19 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan umumiy o'rtacha hisobda yoshlarni IT yoki robototexnika sohasidan chiqqan yoki deylik ta'lim sohasida qaysidir qismida ishlagan, u aynan pedagogikaga, metodikaga oid qismda ishlagan bo'lsa ham bo'ladi. Biz amaliyot dasturimizdan o'tgan 19-30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni bemalol ishga qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Faqatgina talablarimiz, asosiy talablarimiz qaysi jihati? Birinchidan, rostdan ta'lim ichida yurgan odam bo'lsa yoki ta'lim sohasiga qiziquvchi yosh bo'ladigan bo'lsa, bizga ma'qulroq keladi. Chunki sohamiz ta'lim yo'nalishi bo'lganligi uchun va doimiy rivojlanish istagida bo'lish kerak. Aynan xuddi shunday yoshlar bo'ladigan bo'lsa, biz doim eshiklarimiz ochiq, suhbatlar qilishimiz mumkin yoki ularga sinov kunlarini taklif qilishimiz mumkin. Bir hafta, 10 kun yoki bir oy muddatgacha qaysidir pozitsiya bo'yicha. Biz yangi filial ochganda o'zi qanaqa pozitsiyalar ochiladi? Odatda ustozlik bo'yicha nimalar bo'sh ish o'rinlari ochiladi. Undan tashqari filial jamoasini shakllantirish uchun administrator, filial menejeri, koordinator, sotuv bo'limi va marketing yoki SMM sohasida ishlagan yoshlar bo'ladigan bo'lsa ham bemalol qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Aynan xuddi shunday yoshlarni biz jamoaga qabul qilishga doim tayyormiz. Aytib o'tganimizdek, birinchi o'rinda baribir qaraydigan jihatimiz, to'g'risini aytadigan bo'lsak, ya'ni ochiq aytamiz, bu narsalarni korporativ madaniyatimizga mos kelishi kerak. Xulqi jihatdan, tarbiya jihatidan, shijoat jihatidan, ya'ni deylik intizomi jihatidan ayniqsa bu taraflari mos keladigan bo'lsa, biz to'g'ridan-to'g'ri qabul qilishga tayyormiz doim. Qo'shimcha bo'lsa Ibrohim akaramizdan. Endi menda bitta qo'shimcha bor. Masalan, hozirgacha faqatgina asosan robototexnika o'qitganmiz. Endi bu IT ni ham qo'shayotgan paytimizda bizda ikkita tarafga bo'linish bo'ladi, ya'ni ustozlar jihatdan ham. IT bo'yicha Ibrohim aka aytgan yo'nalishlarni biladigan mutaxassislar kerak bizga hozir o'zi. Ya'ni biz ITga ustozlik qiladigan odamlarni olib kelib o'zimiz tayyorlab o'qita olmaymiz. O'qitamiz, adaptatsiya jarayoni, moslashish jarayonlari ham bo'ladi. Lekin bizga shu sohani biladigan odamlar kerak. Robototexnikada shu sohani biladigan segment kamligi uchun biz odatda o'qitardik, ularni olib o'rgatardik, chunki bu narsa bo'yicha o'qigan, bilgan, qayerda ta'lim olgan segment juda kam. Ya'ni Arduino darslar boshqa poltexnikani qaysidir yo'nalishlarda o'qiganlar bor, lekin kam. Endi hozir IT bo'yicha o'qigan odamlar ko'p. Biz o'shaning uchun IT bo'yicha asosan mutaxassislarni olishga fokus qaratamiz. Robototexnika bo'yicha hozirgi zaylda davom etamiz. Shunaqa. IT o'qituvchilarni biz faqatgina o'quv dasturiga tezda adaptatsiya qilamiz. Nimani o'tayotganimizni, nimaga o'tayotganimizni aytamiz.
va ishlash tartibimiz bilan tanishtiramiz odatda slayd, workshop, tizimlar, boshqa narsalar. Lekin yangi agar hozir siz bir yosh bo'lsangiz va borsam menga Pythonni veb dasturlashni o'rgatib keyin dars berar ekansiz, unaqa hozir qila olmaymiz. Xo'p. Hurmatli ota-onalar, biz 2026-yilgi rejalarimiz shundan iborat. Ta'lim jarayoni, ta'lim sifati, bundan keyingi umumiy har qanday savol bo'lsa, izohlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Biz bundan keyingi videolarda yoki Instagram sahifamizda bu savollarga javob berib ketamiz. Rahmat kattakon.